imamun adil, adolatli imom. Imom masjidning imomi emas, birodarlar. Imom Allohning hududlarini joriy qilishlikka qodir bo'lgan shaxsdir. Ya'ni agar zinokor kelsa, turmush qilgan zinokor bo'lsa, bunga toshbo'ron qilib qatl qilishlikka qodir bo'ladigan. O'g'ri bo'lsa, qo'lini kesishlikka qodir bo'lgan. Mana bu xullas islomning hududlarini joriy qilishlikka qodir bo'lgan kishi imomdir. Adolat nima? Allohning hukmigina, Allohning hukminigina joriy qilgan odam adolatli kishidir. Yer kurrasida biror bir insonning qonunini joriy qilmagan, Allohning hukmini joriy qila olmagan va shunga hech kimni rioya qilmasdan bajara olmagan imom Allohning soyasida bo'ladi. Vallohu alam biror jazm qila olmaydi. Bir narsa aytaylik. Islom tarixidagi Umar ibn Xattobdek adolatli imomlar bo'ladi. Vallohu alam. Chunki hayotlarining hammasi shu adolat bilan bo'ldi. Islomni qabul qilganlardan tortib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llaridan zarracha chiqmadilar boshqa xalifalar qatorida. Umar ibn Xattob o'zlaridagi ko'p xususiyatlar bilan mashhur, ammo adolat bilan nihoyat darajada mashhurdir.